milliy sertifikat tahlili bo'yicha testlarimizni davom ettiramiz. Endi ichidagi ifoda formula ko'rinishda bo'lyapti. E'tibor berasiz. 81 bo'lganida undan 9 chiqardi. X o'rniga olib kelib qo'ysak, buning ichi musbat son bo'ladi. Modulning ichi musbat son bo'lsa, o'zi yoziladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Milliy sertifikat tahlili bo'yicha testlarimizni davom ettiramiz. Saralangan misol va masalalarni, demak, ikkinchi misol. Mana x qiymati berilgan. Demak, mana bu ifodaning qiymatini toping. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana birinchi sonning kvadrati, ikkinchi sonning kvadrati ikkilangani, 9 ning kvadrati, mana ikkilangani ikkinchi sonning kvadrati. Ya'ni bu 9 plus x ning qavs kvadrati. Mana bu. Buni 2 ga bo'lamiz. 4 kvadratga oshirsak mana bu bo'lyapti. 4 kvadrat. X ning kvadrati bu tomonda. Mana ikkilangi ko'paytma turibdi o'rtada. U holda bu, demak, 4 minus x ning qavs kvadrati. Endi modullar chiqazamiz. Oldin 9 plus x minus 4 minus x. Endi e'tibor beringlar. Mana bu 0 bo'lib qolardi. 0 ga yaqin son bu. Kelinglar, bu endi 9 chiqmasin, 808 bo'lsa ham ayirsak, demak 0,2, 0,2 2 ga bo'lsak 0,1. X o'rniga olib kelib qo'ysak, bu ham musbat son bo'ladi. Modulning ichi musbat son bo'lsa, o'zi yoziladi. Lekin mana bu oldagi minus ta'sir qildiramiz. Agar manfiy son bo'ladigan bo'lsa, modulning ichi minus ta'sir qildirib ochiladi modul. Uni musbatga aylantirish uchun musbat son bo'lsa, o'zi ochiladi. Mana minus ta'sir qiladi lekin. Demak, endi soddalashtiramiz. 2x plus 9 minus 4 Mana endi bunday qilamiz. O'rniga qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan x o'rniga 9 minus. Mana x o'rniga qo'y deyapti. Bu 16 ko'paytirib 5 deydigan bo'lsak 4 taqsim 2 plus 9 minus 4 x o'rniga qo'ydik. Mana qisqartirib olamiz. Bo'ladi 9 minus 4 plus 9 minus 4 Demak, mana bular qo'shilar ekan 18 minus 8 degan natija kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.